Assalomu alaykum Instagram kuzatuvchilari. Mana bugun kelayotgan hayit ayyomlaringlar bilan tabriklab, bitta o'quvchimizni iloji boricha hamma videolarni qo'yishga harakat qilamiz. Mana akamiz uji tayyor holatdalar. Qani aka, siplen bosib yondiramiz. Birinchi yondirishdan oldin mana kamarlarni, hamma narsani to'g'rilab olganlar. Oynalarga bitta qarab o'tasizlar. Tayyor holatdalar. Endi harakatlarni mana birga ko'rdilar. Mana shu holatda harakatni boshlab ketaveradilar. Uji imtihon mana shu holatda boshlanadi. Akamizda birinchi marta imtihonga topshirgan paytlarida ozgina hayajon bo'lib, estakadada ozgina orqaga ketib qolganlar. Shuni hisobiga qaydadir oxiriga bora olmasdan yiqilib keldim dedilar. Shuning uchun mana iloji boricha chiroylab tushuntirib qo'yib borishga harakat qilamiz. Xo'p, mana estakada mashqlari ko'rib turasizlar. Uji mana chiroyli chiqib, shu yaxshilab o'rgatib qo'ydik. Keyingi harakatlanishga bemalol ketyaptilar. Asosiysi imtihon topshirish paytida estakada mashq bo'ladimi, qaysidir mashq bo'ladimi, sizga minus ball berdimi, siz undan cho'chimang. Minus 95 ball bilan ham o'zimda nechtadir o'quvchilarim o'tgan. Kam lekin o'tgan. Sizda ham agar qaysidir holatda jarima beradigan bo'lsa, unga shokka tushib qolmaslik kerak. Keyingi harakatlanishga qarab ketaverish kerak mana. Keyingi harakatlarni chiroyli bajarsanglar, ketaverasizlar. Asosiysi shu. Bitta minus berganiga aniq qolmaslik kerak. Kompyuterda Alisa minus 20 ball orqaga ketdingiz yoki o'chib qoldi deb shunga o'xshagan minuslarni aytgan mahali siz o'zingizda menda hali yana 80 ball anaqam bor, plusim bor deb turib harakat qilaverish kerak.